بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين وبعد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatli ustozlar, ulamolar, qorakalar, qorukalar, uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar va mezbonlar, Alloh subhanahu va taolo to'ylar bo'layotgan bu yoshlarni, valimalarini o'zi mabruk aylasin. Bu ummat, millat, mo'min musulmonlarga manfaati yetadigan, foydasi yetadigan, ularni Alloh azza va jallani diniga rag'batli, rasuliga oshiq bo'lishiga sababchi bo'ladigan o'g'il qizlarga, soliha farzandlarga ota-ona bo'lishligini Alloh taoloning o'zi nasib ro'za aylasin. Xalq ichida ibratli, namunali, havas qilsa arzugulik oilalardan bo'lishlikni Alloh azza va jalla nasib ro'za aylasin. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين دينا. Yani ey insonlar, sizlar yerdagi halol narsalarni, nafaqat halolni, halol va pokizasini yenglar. Bu yerdagi annas kalimasi ulamolar aytadi, umum deydi, xos emas, faqat mo'minlar emas, faqat taqvodorlar emas, mo'mini ham, fojiri ham, kofiri ham, fosig'i ham, taqvodori ham, taqvosizi ham, inson zoti, inson jinsiga kiradigan erkak, ayol hammasiga tegishli. Ey insonlar, yer yuzidagi narsalarni halolini, pokizasini yenglar. Va la tattabi'u khutuwati shayton, shaytonni yo'llariga ergashmanglar. Albatta u sizlarga ochiq-oydin dushman. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, bu hadis Imom Buxoriyda, Sahihul Buxoriyda keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qol قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ من الحلال أم من الحرام." Diqqat qilinglar akalar, ukalar, bo'lib ham otalar, oila rahbarlari, bizning bo'ynimizda juda katta bir mas'uliyat borda. Rasululloh aytibdilarki, Abu Hurayradan bu hadis, insonlarga bir zamon, davr, vaqt keladi. Kishi nimani topayotganiga va qanday topayotganiga, haloldan bo'lyaptimi, haromdan bo'lyaptimi, umuman e'tibor bermay qo'yadi. Qaramay qo'yadi. Qiziq bo'lmay qoladi. Faqat ishlab qolsam deydi. Faqat topib olsam deydi. Uyni qursam, mashinani olsam, qo'sha narsalarni qilsam, lekin u haloldan bo'lyaptimi, haromdan bo'lyaptimi, umuman ish yo'q deydi. Bu hadisni rivoyat qilib ketidan yana bitta hadis rivoyat qilinadi. Bu ham Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar. Bu Shayxon Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan hadis. Payg'ambar alayhisolatu vassalomlarga buyurilgan bir amal, bu mo'minlarga ham buyurilganda, agar u mo'min bo'lsa, agar u musulmon bo'lsa, innalloha tayyib la yaqbalu illa tayyiban. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الله aytibdi, Rasulullohga Alloh taolo oyat jo'rayapti. Ey rusullar, pokiza narsalarni yenglar va solih amallarni qilinglar. Sizlar qilayotgan amallarni men bilib turaman deyapti. Endi mo'minlarga aytibdi. Ey mo'minlar, biz sizlarga rizq qilib bergan narsalarimizni eng pokizasini yenglar. Agar uning o'zigagina ibodat qiladigan bo'lsanglar, shukr qilinglar. Hadisni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshida boshlab Alloh pok va pokizani qabul qiladi dedilar. Va hadisning davomida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir insonni eslaydilar. Yutilus safar, safari cho'zilgan, sochlari paxmoq soch bo'lgan, ustida asar, safarning asorati bor. Yamuddu yadayhi fis sama, qo'lini osmonga cho'zib, ya Rob, ya Rob, ey Alloh buni ber, ey Alloh buni ber, ya Robbim buni ber deb Allohga duo qilar edi-yu,
vaholanki mat'amuhu harom, malbasuhu harom, mashrabuhu harom, va g'uziya bil harom. Yegani harom, ichgani harom, ustidagi libosi harom. Payg'ambar alayhisalom aytadiki, to'la to'kis haromdan oziqlangan. Fa anna yustajabu bizalik, va qayerdan bunga ijobat qilinsin? Buni duosi qayerdan ham ijobat bo'lsin? Ijobat bo'lmaydi buning duosi. Ko'tarilmaydi buning duosi. Risalatul Mustarshidin kitobining sohibi Imom Muhosibiy rahimahulloh faqih, olim, obid, zohid, zokir, Alloh azza va jallaning dinida quvvatli bo'lgan zotlardan bo'lgan. Ya'ni ulamolar u zotning tabaqalarini zikr qilib, kiborlardan bo'lganligini aytadi. Mana shu Risalatul Mustarshidin kitobining sohibi Imom Muhosibiyni huzuriga mana hozir oldimizga taom olib kelib keltirilyaptimi? Taomga bunday mana bosh barmoqlarini cho'zar ekan. Endi olimda, vali zotda u endi mana har bir insonni mana bosh barmoq ko'rsatkich barmog'i bor, shu yerda ichida bir tomir o'tgan bo'ladi. Hammamizda bor shu tomir, akalar, ukalar. Haligi Imom Muhosibiyning oldiga taom keltirilsa, haligi ovqatga bunday barmog'ini qo'yib ko'rar ekan, ustiga bunday qilar ekanda, haligi tomir ichida bitta urib qo'yar ekan. Tomir bitta urib qo'yar ekan. Imom Muhosibiy shu ovqatni bunday chetga surib qo'yar ekan, yemas ekanlar. Nimaga bunday qildi desa, haligi taomda shubha borligi Alloh azza va jalla u zotga mana shu yo'l orqali bildirib qo'yar ekan. Endi akalar, ukalar, biz bitta emas, 10 ta barmog'imizni ovqat ustiga qo'ysak ham, tomir qimillash tugul tukam qimillamaydi-da. Qotib ketganda endi. Bu ayblash ma'nosida aytmayapmiz, ya'ni qarang, Alloh azza va jallaga qanchalik yaqin bo'lsa banda, Alloh azza va jalla shunchalik o'zini yo'llariga boshlab, o'zini bir ilohiy bir futuhatlarni berib qo'yar ekanda shu bandaga. Zunnun Misriy qamoqda o'tirganlarida soliha bir taqvoli obida ayol ovqat olib keldi. Ovqatni Mirshabning, nozirning, biz tillatganda haligi posbonni qo'li bilan berib yubordi. Haligi askar ovqatni oldida Zunnun Misriyga olib kirib berdi. Imom G'azzoliy buni fi Usuluddin kitobida Arba'inda keltiradi. Abu Hamid G'azzoliy. Haligi Zunnun Misriyning huzuriga shu ovqatni haligi odam olib kirib berganda, Zunnun Misriy ovqatga qaramadilar deydi. Nimaga qaramadilar? Ovqat harommidi? Yo'q, harom emas, halol edi, ishonchli edi, bilardi. Lekin haligi nosirning qo'li tekkanligi uchun, haligi Mirshabning qo'li tekkanligi uchun ovqatni olmadi deydi. U qanaqa odamligini bilmasdi deydi. Uni qo'li bilan keltirilgan taomni yeb qo'ymaydi, taomni chetga surib qo'ydi deydi. Alloh subhanahu va taolo bizlarni barchalarimizni to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Robiyatul Adawiyya bayna 4 va 500 sana. 4-5 yoshlik atrofidagi qizcha, tobiinlardan bo'lgan. Biz odatda sahoba, tobiin, tobiinlar bilamiz, lekin tobiinlar ham bo'lganda, ayollar ichida zabardastlari bo'lgan. Hasan Basridek zotlar borib turib u zotdan masala so'ragan. Qaysi ma'noda masala desa, ruhiy tarbiya, tasavvuf masalasida. Robiyatul Adawiyya 4-5 yoshli qizaloq otalar ishga ketayotsa, eshik tagiga turib olib, otalariga aytar ekanki, otajon bizga halolidan olib keling derkan. Halol luqma olib keling. Ota ham sinash uchun. U paytning otalari unaqa bo'lmagan. U paytning otalari zo'r bo'lgan uchun bolalari zo'r bo'lganda. Illam ajid halalan. Agar halol topolmasamchi, idan la na'kulul harom va nasum. Unday bo'lsa otajon, harom yemaymiz, roza tutib qo'yaveramiz derkan. Otani ishga har kuni shunday holatda kuzatar ekan. Endi uzr, ming bor uzr. Siz bizning farzandlarimiz ham biz ishga ketayotgan paytda shu gapni aytadimi? Ishdan chiqayotganda. Otajon bugun haloldan olib keling, haromdan tiyiling, biz boramizdan Allohdan qo'rqing. Ertaga qiyomatda javob beramiz degan gapni aytadimi? Yo'q. Yana aytaman, bu ayblash ma'nosida aytilmayapti. Ulug'lar hayoti, shuning uchun Imom Abu Hanifa rahimahulloh aytadilarki, menga solihlarning hayoti juda qiziqda deydi. Ular Alloh azza va jallaning bir ko'rinmas askarlari deydi. Ularning hikoyalarini o'qib rohatlanaman, istifoda olaman deydi. Bu yuqorida aytilayotgan masala-masoillar biz hayotimizni o'nglash, to'g'rilash, loaqal ulardek bo'la olmasak-da, ularga o'xshash uchun harakat qilish uchun aytilayotgan nuqta. Imom Ahmad Hanbalga aytildiki, bima talinul qulub, qalblar nima bilan yumshaydi dedi, bi aklil halal dedi, halol luqmalarni yeyish bilan. Shuning uchun ham harom luqmani yeb yurgan odam na sila rahmni biladi, na aka-ukachilikni biladi, na opa-singilni biladi, na yordamni biladi, na birovning haqqini biladi, na birovning haqqidan hazar qiladi, na Xudodan qo'rqadi, na sajdaga boradi, na Robbim Alloh deydi. Qalb qotib bo'lgandan keyin bo'ldi-da. Qalb qotib bo'lgandan keyin unga pand nasihatlar ta'sir qilmas ekanda.
urilaveradi, orqaga qaytib kelaveradi, urilaveradi, orqaga qaytib kelaveradi. Valiylarni biriga huzuriga, ya'ni avliyolar zotlarning uyiga shogirdlar mehmonga ziyofatga kelib o'tirsa, endi shu yerda o'tirgan hamma odob bilan o'tiribdi, bir tavozu bilan o'tiribdi. Ustozlar o'tiribdi-da, shuning uchun shunday o'tiribdi. Bo'lmasa o'zi biladi qanday o'tirishni. Haligi shogirdlar ustozning oldida cho'kka tushib o'tirsa, eshikni bir tepib o'g'li kirib kelibdi. Bo'ladi shunaqa holatda. Bo'lishi mumkin. Olimdan har doim ham olim chiqmas ekanda, qarang. Nuh alayhissalomning farzandlari kofir bo'lib, kofirlar bilan cho'kib ketdi-ku. Nuh alayhissalom "Ala takum ma'al kafirin" dedi. Kofirlar bilan birga bo'lmagin, bizga chiqqin dedi. Payg'ambarning aytganini qilmadi. Otasi payg'ambar edi bo'lmasa, aytganini qilmadi. Sa'avi ila jabal, toqqa chiqaman, shu meni asrab qoladi dedi. La asimal yawm dedi Nuh alayhissalom. Bugun Allohning amridan saqlaguvchi hech narsa yo'q dedi, g'arq bo'lib ketdi. Payg'ambar o'g'liydi-yu. Ana avliyoni o'g'li ham eshik bir tepib kirib keldida, na salom bor, na alik bor, na xush kelibsiz, shatda uyga kirib ketdi. Haligi o'tirganlar mulzam bo'lib qoldi, halada bo'lib qoldi bu. Endi biz odatda o'rgangan olimni o'g'li ham bir o'ziga o'xshagan olim bo'ladi. Haligi aytdiki, olim ahli ilm haligi avliyozot tushunib yetdi-da holat. Xafa bo'lmanglar, bunga e'tibor bermanglar dedi. Buning onasi bunga ikkat bo'lgan paytda qo'shni bir kosada, bir idishda bir ovqat bergan edi. Buning beadabligini ana o'sha luqmaning ta'siridan deb bilaman dedi. Birgina yeyilgan luqmaning ta'sirini qarang. Birgina shubhali bu harom emas, shubhali yeyilgan luqmaning ta'sirini qarang. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni ikki dunyoda yuzlarimizni yorug' qilsin. Dinning asli manbasi luqmai halolga taqaladi. Ana undan keyin boshqa narsalar taraladi. Insonning agar luqmasi pok bo'lmasa, ustoz yuqorida aytgandek, na ilm yo'qadi, na muhabbat yo'qadi, na hurmat yo'qadi. Ustozlarga sakrayotganlarni bir ko'ringda, ko'taringni. Ota solih bo'lsa, solihligi bolasiga urishligi haqida Qur'onda oyat bor. Ota solih bo'lsa, solihligi bolasiga, farzandlariga urishligi to'g'risida Qur'onda oyat bor. Bir payg'ambar, bir vali borib turib bir ikki yetimni devorini ko'tarib beradi. Kahf surasida keladi. Har juma shuni eshitasizlar. Uzr mana hozir domla bir gap aytdi. Jumada bir xunuk ko'rinar ekan. Jumaga bunday kirib kelasiz. Hozirgi o'sha kundagi tarqalgan bir yomon bir odatlardan bittasi, telefon chuqilab o'tirasizlarda yoshlar. Bu juda xunuk ko'rinadi. Birinchidan Allohning uyi bu oddiy uy emas. Shuning uchun ham ulamolar, ulug'lar aytadi, o'zi Allohning uyini qadri ulug'. Lekin shu Allohning uyiga hamma ham kiraverar ekan-u, hamma ham o'tiraverar ekan-u, lekin Allohning huzurida kamchilik odam o'tirar ekan deyshar ekan. Masjidda hamma o'tiraveradi. Allohning huzurida kamchilik o'tiradi. Ana o'sha telefon o'ynab o'tirgan inson ham na masjidga kirganligini na his qiladi, na biladi, na tushunadi. Endi aytmoqchi bo'lgan o'sha yerda Kahf surasi o'qiladi demoqchiman-da. Telefon o'ynamasdan diqqat qilib eshitsanglar shu oyatlar aytiladi. Hizr alayhissalom va Musa alayhissalom shahardagi ikki yetimni devorini ko'tarib berishadi. Va Hizr alayhissalom har bir bo'lib o'tgan voqeani aytib kelganda mana bu yetimni devorini ko'tarib berganligi va kana abuhuma solihin va u ikki yetimning otasi solihlardan edi deydi. Bu mufassirlar aytadi. Bu ota qaysi ota edi desa, yuqoridan 5-otasi edi. 5 o'sha yetimlarning 5-otasi degani otasini tepga chiqaradi. 5-otasining solihligi pastdagi farzandlariga, nabiralariga urdi. Bir payg'ambar va bir vali zot kelib turib, uning xizmatida bo'ldi. Gap u yerda nimani qurganligi, ko'targanligi, nima qilganligi emas. Gap u yerda Xudo taolo shularni yuborib xizmatkor qilib qo'yganligi, xizmatini qildirib qo'yganligi. Demak, otalarning bo'ynida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, ota o'zini farzandiga qoldiradigan narsalarning eng go'zali, eng yaxshisi bu go'zal odob deydi. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni mana shunaqa go'zal odobliklardan bo'lishimizni Alloh nasib va ro'za aylasin. Abnaul Anbiya degan kitob bor. Payg'ambarlarning farzandlari. Bu payg'ambarlarning farzandlari haqida gapirib ketib, bu olim o'sha dunyoviy hozirgi bizning zamonamizda yashab turgan ba'zi bir g'arb mutafakkirlari yoki o'sha Amerika qit'asidagi ba'zi bir vazirlarning gapini keltiradi. Shu yerdan bitta ta'sirlanib qolgan nuqtam bor. Amerikaning vaziri aytadi deydi.
ما يضركم ما يفعله المؤمنون من العبادات ما دمنا نربي أولادهم. Bu juda qattiq gap. Diqqat qiling. Modomiki biz mo'min musulmonlarni farzandlarini o'zimizni yo'limizda tarbiyalar ekanmiz, sizlar aslo va aslo ularni ota-bobolari ibodat qilayotgan narsalardan qo'rqmanglar, sizlarga zarar bermaydi. Bu nima degani bilasizmi? Dinini sindiramiz degan. Hozir kattalar yuraversin, yoshlari baribir bizning qo'limizga-ku. Tarbiyani biz beryapmiz-ku. O'zlari bilarda bilmasda biz yo'limizda yuribdi-yu. Biz yo'limizda yuradi ertaga ham. Ota-bobolari o'tib ketadi. Ular qilayotgan ibodatlar aslo sizlarga zarar bermaydi deb o'zini hamtovoqlariga aytgan gapi bu. Amerikani bir ikkita oldingi deganim hozirgi va undan oldingi rahbari bo'lgan o'sha Barak Obamaning tarixini o'qib o'rganib ko'ringlar. Shuni otasi onasi musulmon bo'lganligi aytiladi. Hozir men esimdan chiqdi, otasi onasi edi. O'sha Indoneziyadan kelgan. 4 yoshgacha musulmonlik dinida bo'lib, ya'ni islom musulmon bo'lgan shu. Lekin Amerikaga kelib buzilib ketdi. Amerikaga kelib adashib ketdi. Musulmonlarni ziyoniga ishlaydigan bo'lib o'tib ketdi. Nimaga desa shu gap otada, onada. Bu yerda o'tirganlar ham qaysidirmizning ota-bobomizning solihligi bizga urib turibdi. O'zimizdan qo'yib yormaylik. Men o'zim bo'ldim, shu mashqqa chiqdim, bo'lib qoldim, unday edi, bunday edi. Banda agar Alloh xohlamasa la ilaha illalloh tugul la'na ayta olmaydi-yu. Agar Alloh xohlamasa banda sajda ham qila olmaydi. Alloh bermasa shu yerda o'tirib hech kim amr ma'ruf eshita olmaydi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni yuzlarimizni yorug' mana bu to'ylar bo'layotgan bu yoshlarni ahli saodatli, ahli fazillardan, bulardan tug'ilajak farzandlar bulardan zo'r bo'lish kerak. Bulardan zo'r bo'lmasa hisob emas. Chunki bular ibodatda o'sib katta bo'lgan oila bo'lsa, ibodatda o'sib katta bo'lgan oilaning farzandlari olima, qori bo'lish kerak. Undan kami bo'lishlikka haqqi yo'q va bu ota-onaning bo'yniga ham o'sha narsa lozim lobud bo'ladi. Imom Malikning Muvatta asari bor. O'zi muhaddislar sultoni kim deyilsa, Imom Buxoriy deyiladi. O'zi to'g'ri Imom Buxoriy. Lekin Imom Buxoriyning ustozi bor, Yahyo ibn Ma'in. O'zi asli imom o'sha muhaddislar sultoni shu deyiladi. Yahyo ibn Ma'in muhaddislarning eng kattasi. U Yahyo ibn Ma'in bilmagan hadis emas deyilgan. Endi undan keyingi o'ringa ba'zilar, hamma emas, ba'zi bir ulamolar Imom Malikning Muvattosini yuqoriga qo'yar ekan. Chunki Imom Malik, Maliki mazhabining asoschisi Malik ibn Anas davrida rosa ko'p muvattolar yozilgan, qabuliyat Imom Maliknikiga berilgan. Ana o'sha Imom Malik muvattodan dars berib o'tirsalar, qizlari eshikni narigi tomonida o'tirar ekan. Uyning ichida deylik, xonaning ichida o'tirsalar, shogirdlar bilan qizi nariyog'ida, eshikning tashqari narigi koridor deymiz, ana shu tomonda o'tirar ekan. Taliblar hadis o'qir ekan. Imom Malik eshitar ekan. Taliblar bir joyda xatolikka yo'l qo'ysa, qiz eshigini chirtib qo'yar ekan. Shunda Imom Malik shunday o'ziga kelar ekanda, haligi hadisni boshqatdan o'qitsa, haligi talib shu yerda adashganligini bilar ekan. Qarang, bu mubolag'a emas bu. Bu cho'pchak emas bu. Bu ertaga emas bu. O'qing manoqiblarni. Ulamolar shundan aytadi. Muvattoni yozgan Imom Malik edi deydi. Suv qilib ichib borgan uning qizlari edi deydi. Buni nima uchun aytyapmiz? Bugungi kunda qizlar o'qimasa ham bo'ladi, o'qib nima qiladi degan insonlarga raddiya. Yo'q, ayollar o'qish kerak. Tarixni ko'taring, ulug'larni ko'taring, yetuk zotlarni ko'taring. Imom Malik, Imom Ahmad, Imom Buxoriy, yana boshqa ulug'lar hammasining tagida onasi turgan-ku. Imom Ahmad nima deydi? Onam ertalablar uyg'otardi, tahorat oldirardi va o'zi bilan meni bomdodga olib borardi. Bomdodga ertalab qaysi ona olib boradi hozir farzandini? Qaysi ona turgin deydi. Ularga shunaqa bo'lganda. Ularga shunaqa bo'lgan. Shuning uchun farzandlar shunaqa bo'lgan. Bugungi kunda ayollar ta'limi kerak. Ayolimiz ko'proq farzandlarimiz bilan biz ko'chada yurganimizda odatda birga bo'ladigan uydagi eng birinchi muallima ayol bo'ladi. Ayol qanday bo'lsa, farzandlar ham shunga tortadi. Shuning uchun uylanayotgan albatta yoshlar chiroy kerak. Lekin aqli kalta bo'lsa, u chiroy ko'zga ko'rinmaydi. Qaddi qomat kerak. Lekin uning fahmi farosati bo'lmasa, uni qaddi qomati nech kunlik ham bo'lardi. Bekorga payg'ambar alayhisolatu vassalom sifatlarini aytib ketmagan ekan deysizda.
erini o'sha obro'sini yo'g'ida, moliga, joniga xiyonat qilmaydigan, buyursa itoat qiladigan, qarasa nazar tashlasa xursand qiladigan deb bekorga aytmaganda, uylanmaganlarga ana shunday soliha jufti halollarni Alloh nasib etsin. Uning uchun o'shalarni o'zi ham solih bo'lib turishinglar kerakda. Haligi Shayx hazratlariga savollar.islom.o'z biz ancha yildan beri kuzatardik-da. O'sha yoshlik paytimizda, o'qishda o'qirgan paytlarimizda shu yerda bitta savol bergan. Hazrat, biz zalolatda edik. Bir yigit beryapti. Gunohlarga berilardik. Hozir endi tavba qildik, qaytdik bu yo'ldan. Ertaga endi uylanadigan bo'lsak, bizga qanday qizlar uchraydi desa, Hazrat aytganlarki, o'zingizlarga o'xshagan tavba qilgan qizlar uchraydi degan. O'zingizlarga o'xshagan tavba qilgan qizlar uchraydi degan. Pok saqlaganga Alloh ham o'zini pok saqlaganini yuborib qo'yar ekan. Biz bir yili Andijonga borganimizda, o'sha Andijon Buloqboshi masjidiga kirganimizda Shayx hazratlarning otalari bilan birga Muhammad Yusuf Hoji dada bilan salkam 20 yildan oshiq birga ishlagan noyib imom domla bir narsani aytib berdi. Odam ta'sirlanadi-da. Shayx hazratlarining otalari imomatchilik bilan, ya'ni masjidda imomlik qilish bilan birgalikda qo'ylar boqib, mashhur kitoblarda ham kelgan-ku, qo'ylar boqib turib oilani asosiy tirikchiligi shu bo'lgan. Hojizada qo'ylarni haydab ketayotgan paytda har bitta qo'yni og'ziga tasma solar ekan, har bittasini. Yo'lda ketar ekan, odamlar hayron bo'lib so'rar ekan, hojizada qo'ylar og'ziga nega tasma solib qo'ydingiz? Ochib qo'yavering, bu qo'y qiynalib ketdi-yu bu qo'y. Desa, hojizada aytar ekan, mana bu yerdagi o't o'lanlar kolxozning o't o'lanlari. Hozir bu kolxozning o't o'lanlarini bular qo'y-ku, aqli yo'q, ong yo'q, hayvonda ong bo'lmaydi akalar, ukalar. Gap tagida gap bor, diqqat qiling. Bular hozir o't o'lanlarni yeb qo'ysa, kolxozni haqqini yegan bo'ladi. Uni uyga olib borib, keyin men qo'yni sog'adigan bo'lsam, ustini ichiradigan bo'lsam, farzandlarimdan olim qori chiqmaydi. Shuning uchun og'izlarini yopib, qir-adirlarga olib chiqib, shu yerda qo'yib yuboraman, shu yerda o'tlatib, yana og'ziga tasma solib olib kelaman derkan. Bormi hozir shunaqalar ham? Bor bo'lganligi uchun ham turibdi dunyo, alhamdulillah. Qiyomatning o'sha qoyim bo'lishligi haqida Al-Mawsu'atul Yusufiyya kitobining muallifi Shayx Yusuf Xottor Muhammad aytadilarki, qiyomat kimlar ustida qoyim bo'ladi desa, qiyomat yer yuzida eng badbaxtlar, shaqiylar, dinsizlar va kofirlar yer yuzida qolgan paytda biror bir la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deydigan odam qolmagan paytda qiyomat shular ustida qoyim bo'ladi deydi. Ungacha ham qiyomat qoyim bo'lmaydi. To yer yuzida la ilaha illalloh degan odam bor ekan, qiyomat hali ungacha ham qoyim bo'lmaydi deydi. Alloh subhanahu va taolo bizlarga ham shunaqa taqvo, shunaqa rujulat, o'zini diniga ergashish, ulug'larni, salaflarni yo'lidan yurish, o'ziga ittibo qilish, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning huzuriga borganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni havzi kavsarlardan haydaladigan emas, balkim quchoq ochib kutib oladigan bir karamli, sharafli bir ummatlardan bo'lishlikni Alloh taolo o'zi nasibi ro'za aylasin. So'zimni bitta voqeani aytib nihoyasiga yetkazaman. Hozir domlamiz kelib hurmat bilan shu Seylarahim haqida ham bir gapirib o'tishligimizni aytdilar. Endi ularni so'zlari yerda qolmasligi, beodoblik bo'lmasligi uchun bitta voqeani aytib so'zimni tugataman. Bir inson Makka ga bordi. Ka'bani haj tavof qilgani, ibodat qilgani bordi. O'zida juda katta pul bor. Endi buni hajga, umraga borganlar biladi, bo'lib ham hajda Ka'ba o'sha Mino, Muzdalifa, Arafot diyorlar, vodiylariga borilganda yuklar tabiiyki mehmonxonada qoladi. O'zingiz bilan ko'tarib yura olmaysiz hamma yukni. U insonning ham qo'lida nihoyatda bir katta pul bor ekan. Makkada o'zining solihligi, taqvodorligi bilan tanilgan eng bir hurmatli insonni ko'rsatishdi. Shunga borgin, omonatdor dedi. Haligini oldiga bordi, men dedi Ka'bani haj qilgani keldim, shuncha pulim bor, senda tursin dedi. Bo'ldi dedi, omonatga qo'ydi, ketdi. Haj amallarini bajardi, haj kunlari tugadi, ortiga qaytib haligi solih insonning uyiga kelsa, haligi odam o'lib qopti. Vafot etibdi-da endi. Pul yo'q. Uydagilardan so'rasa, uydagilar bilmaydi. Qayerga qo'ygan? O paytda seyf yo'q, seyfi paroli yo'q, kodi yo'q. Qayerga ko'milgani noma'lum. Makkani eng faqih insonlarning huzuriga borib bo'lgan voqeani aytib berdi. Shunaqa men omonatga qo'ydim, hozir odam o'lib qoldi, uydagilar bilmayapti, nima qilay? Haligi olim aytdiki, agar kech qo'lun kech tushsa,
bi'ru ma zamzam, zamzam qudug'iga borasan-da, ey palonchi, mening pullarim qayerda deb quduqqa gapirasan dedi. U paytda hali quduqlar ochiq bo'lgan, hozir yopib qo'yishgan o'sha zamzam quduqlarini. U paytda quduqlar ochiq bo'lgan. In kana min ashabil janna yujibuk. Agar u jannat egalaridan bo'lsa, senga u javob beradi dedi. Haligi ketishdi, bordida, "Ey palonchi, meni pullarim qayerda?" dedi. Javob kelmadi. Hech kim javob bermadi. Ertasi kuni yana haligi olim oldiga bordi, bo'lgan voqeani aytib berdi. Haligi olim aytdiki, "Naxsha an takuna sohibuk min ashabin nar." Men qo'rqyapman, seni do'sting jahannam egalaridan bo'lib qoldimikin. Endi Yamandagi bir quduq bor. O'shanga borasan-da, "Ey palonchi, meni pullarim qayerda?" deb aytasan. "Va in kana min ashabin nar yujibuk." Agar jahannam egalaridan bo'lsa, senga shu yerdan ovoz keladi, xabar beradi degan gapni aytdi. Haligi Yamanga bordi. Saudiyaga tutashgan Yaman. Borib turib, "Ey palonchi, meni pullarim qayerda?" degan gap ketdi. "Qad hafartu bi'ri fi dari va lam ukhbir ala ahli" dedi. Uni dedi, "Uyimni palonchi joydagi piston yeriga ko'mib qo'ydim, oilamga xabar bermadim. Borib shu joyni kavlab olsang, puling shu yerda turibdi" degan javob keldi. Haligi haj qilgan odam hayronda endi. O'zi solih bo'lsa, taqvodor bo'lsa, muttaqi bo'lsa, nima qilyapti? Nima desa, jahannam egalaridan bo'lib. Haligi olim aytgandi-yu, Yamandagi quduqdan agar javob bersa, jahannam egasidan bo'ladi bu degan gapni aytgandi. "Ey palonchi" dedi, "San dedi, nima amaling seni jahannamga tushirdi?" degan gapni berdi. U aytdiki, "Meni bitta singlim bor edi" dedi. Singil. Akalar, ukalar o'tirganlar. "Ja, Alloh davlat bersa-chi, qorninglarni qo'yib o'zingizlardan ketib qolmanglar. Alloh bir lahzada olib qo'yadi." Ha? Tuzillu man tasha'u va tu'izzu man tasha'u. Xohlaganingni zalil, xohlaganingni aziz qilasan. Xohlaganingga va tanzi'ul mulka mimman tasha. Xohlaganingdan mulkni sug'urib olasan. Xohlaganingga berasan. Bu oyat bu. Haligi ayt, "Meni singlim bor" dedi. O'ta bechora nochor edi. Uni holidan xabar olmadim. E'tibor bermadim. Fa'aqabani Allohu bihazal amal. Alloh mana shu amalimga ko'ra meni jazoladi, jahannamga uloqtirdi. Ya'ni bu degani qiyomatda tushib chiqadi degani. Hali tushmagan, endi tushib chiqadi qiyomatda degan. Haligi odam qotib qoldi shu yerda. Bu voqea Anas ibn Ismoilni Dalilus Sailin degan kitobida kelgan. Bu rivoyatlar sahih. Cho'pchak emas, ertak emas. Payg'ambar alayhisolatu vassalom bekorga aytmaganlarda. Kimning asari uzun, umri uzun, asari ketida qolishni xohlasa, falyasil rahimahu deydi. Siyla rahim qilsin deydi. Alloh baraka beradi. 1 so'm bering, 10 so'm olib qaytadi. Qazg'anmang, o'zingiz-ku. Sizga bermasang beravering. Siyla rahim o'zi nima? Siyla rahim ulamolar aytadi. Mana u bordi keldin tiklash bor, bordi keldi, bu mukofaa bo'ladi deydi. Tenglik. Siyla rahim tasil man qata'ak deydi. Tu'ti man haramak. Sen bilan uzganni bog'laysan, sendan man qilganga sen berasan deydi. Sizga bermasang beravering akangiz, tushundingizmi? Opangizga, singlingizga yordam qilavering. Sizga yomonlik qilsa beravering. Siz Alloh uchun qilib qo'ying. Alloh o'zi aziz qilib qo'yaveradi. Menga bermadi-yu, men nima berishim kerak demang. Bizni farqimiz bor-da. Biz musulmon-ku. Payg'ambar alayhisolatu vassalom o'ziga yomonlik qilganlarga ham yaxshilik qildi-ku. Ummati Muhammad shunaqa bo'ladi. Ummati Muhammad yomonlikka yomonlik bilan emas, yomonlikka yaxshilik bilan javob beradi. Ana o'shanda ummati Muhammad bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni uylarimiz yorug' aylasin. Shu joyga kelgan azizlarimiz bilan go'zal insonlarni, yaxshi insonlarning uyida solihlar bilan jamladi. Ikkinchi qismini Allohdan so'raymiz. Jannatlarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning atroflarida ham mana shunday go'zal holatda, go'zal suratda jamol-jam bo'lish baxtini Alloh taolo hammalarimizga nasib aylasin. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتبع
يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منا كذلك يريهم الله وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا
نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض
الأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. İlahi Parvardigara bu joyda qoraakalarimiz tomonidan o'qilgan muborak Qur'on tilovatlar, imom domlalarimiz tomonidan aytilgan chiroyli mav'izalar, solingan ihson dasturxonlar barchasini Allohim o'zing dargohingga qabul qilgin. Avvalo Habibimiz janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ruhum muqaddasalari, ahli yollari, ashabi kirom, azvoji mutahharat onalarimizga, mujtahidin kirom, xususan alal xusus xonadon sohibalaridan o'tirgan jamoamizda, mahalla ahillarimizdan, shahar qishloqlarimizda, el yurtimizdan o'tgan barcha mo'min mo'minalarning yuqorida zikr qilingan pir ustozlar, aziz avliyolar, dinimiz peshvolar barchalarini Xudoyo o'zing muborak kalomindan qabullarini munavvar ruhlarini shod qilgin. Ulardagi bo'lgan ishqi taqvolardan, ilm bilimlardan o'zlarimizga ham avlod zurriyotlarimizga ham Allohim o'zing nasib qilgin. Bugungi kunda to'ylari bo'layotgan kelin-kuyovlarni baxtli, saodatli iymonda, islomda, ibodatda barqaror qilgin. Yuqorida domlamiz aytganlaridek, bularning avlod zurriyotlaridan qorilar, qoriyalar, olim olimalar, solih solihalar chiqib mehmonlarimizga, qadamlarimizga ajr hasanatlar bergin. Xonadon ahllariga, o'tganlari haqlariga qilayotgan duolarimizni Allohim o'zi ijobat qilgin. Yuqoridagi aytilgan mav'izalarga hammalarimiz amal qilib, hayotda haqiqiy o'zingga banda bo'lib, o'zingga sig'inadigan, bergan ne'matlaringga shukrona qiladigan, qaytargan manhiyotlardan o'zimizni olib qochadigan solih soliha bandalar bo'lib yashashligimizni hammalarimizga muvaffaq muyassar qilgin. Ilohiy Parvardigoro, bu joyda mana qorilarimizni ilm ahllari bir qancha madrasada tahsil olayotgan, tahsil olib bo'lgan, hozirda ilmlar davom ettirayotganlar borlar. Parvardigoro, bularni hammalarini o'zing panohingda saqlagin. Ilmni ofatidan, turli xil ko'rinadigan, ko'rinmaydigan dunyoni ofatlaridan Xudoyo o'zing panohingda saqlagin. Avlod zurriyotlarni yana o'zlariga o'xshagan qorilar, qoriyalar chiqishligini Allohim o'zing nasib qilgin. Bu joydagi uylangan yigitlarga Allohim solih soliha farzandlar bergin.
endi uylanishlik yoshiga yetib kelayotgan yigitlarga o'zing rozi bo'ladigan oilalardan obida, soliha, qoriya, yuqoridagi qora akamiz aytganlaridek shunaqangi bir olimalar chiqsinki, ko'zlari quvonadigan, dini bu menga xizmat qiladigan olimalar, qoriyalar chiqishligini Alloh taolodan so'raymiz. Allohumma vaffiqna va vaffiqhum lima tuhibbu va tardo va ja'al aqibata umurina khayran min al-ula va ajirna min khizyi ad-dunya va adabil akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allohu akbar. Rahmat e'tiborlar uchun Alloh rozi bo'lsin. Rahmat qor akalar. Mana yaxshi insonlarning farzandi, kuyov bolamiz otalari necha yillardan dinimizga xizmatda turgan ahli ilmlardan, kelinimizni ham otalari mana hozir mana Shuhrat qor akam ozgina bo'lib berdilar, ahli ilm. Mana shu farzandlarni Allohim iloh ekanlari ham rohatini ko'rsin, o'zlariga o'xshagan Parvardigor, ahli Qur'on, ahli ilm zurriyotlariga ota-ona bo'lib yurishlarini Alloh o'zi nasib qilsin aylagin. Uzoqdan kelgan Elyorjon domlamizni ham Allohim xizmatlarini bundan ham Allohim bardavom qilgan. Mana Toshkent viloyatida bir masjidda imomlar ko'pchiligimiz taniymiz. Ijtimoiy tarmoqda ham juda chiroyli ma'ruzalar qilib turadilar. Iloyim yomon ko'zlardan Xudo saqlasin, zamonni fitna fasoddan Allohim o'zi saqlasin. Xizmatlari bardavom bo'lsin, dinimizga ustun bo'ladigan olimu bu amallardan bo'lishligini Xudoyim o'zi nasib qilsin aylagin. Uzoq yaqindan kelgan barcha aziz mehmonlarimiz ham har birlarining qadamlariga o'zi ajr hasanat bersin. Rahmat, salomat bo'ling.